Hokim Erkinjon Turdimovning Ser Alex Fergyusonga qanday aloqasi bor? Manchester Unitedni inqirozdan olib chiqib, dunyo darajasidagi jamoaga aylantirgan mutaxassis bu Ser Alex Fergyuson bo'ladi. O'zbekiston boshqaruv tizimida esa xuddi shunday xarakter va uslubga ega bo'lgan rahbar bu Erkinjon Turdimov. Ser Alex 1986-yilda Manchester Unitedni turnir jadvalining 19-o'rnida, eng quyi nuqtada qabul qilib olib, 26 yil davomida klubni boshqardi va dunyodagi yetakchi jamoalar qatoriga olib chiqdi. Turdimov ham doim eng og'ir va mas'uliyatli hududlarga hokim etib tayinlanadi. Misol uchun, u Sirdaryoga kelganda viloyat respublikada iqtisodiy o'sish va sanoat salohiyati bo'yicha eng oxirgi o'rinlarda edi. Erkinjon Turdimov juda qisqa vaqt ichida Sirdaryoni oyoqqa turg'izdi, investitsiyalar olib kirdi, infratuzilmani yangiladi. Bir so'z bilan, ikkala rahbar ham eng qiyin nuqtadan juda og'ir vaziyatdan ishni boshlashgan. Fergyuson xato qilgan yoki maydonda borini bermagan, yugurmagan futbolchilarga kiyinish xonasida qattiq tanbeh berardi. Erkinjon Turdimovning viloyat hokimligidagi majlislari ham aynan shu uslubni eslatadi. U xalqning dardini eshitmaydigan, o'z cho'ntagini o'ylaydigan yoki ishini eplay olmagan mansabdorlarni ommaviy yig'ilishlarda keskin tanqid qiladi. Ikkala yetakchi uchun ham bahonalar o'tmaydi. Ular faqat va faqat natija talab qiladi. Sizningcha yana qaysi viloyat hokimi qaysi futbol mutaxassisiga o'xshaydi? Buni izohlarda yozib qoldiring.